yarım baş piyazını. Ben Türkler'deki köfte de bir tamamını yengendim. Bugün bir pişir bakay dedim. Aldı da piyazını bir koru almızga. Bununla tuz, karmuş degende dardarmaqlarını silip bir koru almızga. Bununla yani qoşudigan şu Türklerning dükkanda satadigan kızıl biber sosu deb bir sos bakya. Şuna renk kirdiganda tamaqqa. Şuningdan azroq qo'rib oldim. Mana maqimini tayyorlab olgandan keyin mau lesning ichiga quyaman. Bunun kerak xuruşları mau go'sht, çanıgan go'sht, yellow squash, tomato, mau zucchini, and mau potato. Ma go'shtni biz kotlet etimiz go. Şu aş kotletning go'shtiga o'xshash qilib go'shtni chanab, piyozni chanab, aniki qarmush bilan shuni yaxshi. Nonni suvga chilab qo'ysak, yumshab ezildi-ku. Shu nonni qo'shib, mash go'shtga ilashtirib etimizga. Ma zucchini biz to'g'rab olamiz. Takshi qilib, ma yellow squashni ashunga o'xshash takshimishda to'g'rab olamiz. Potatoni ashunga o'xshash qilib to'g'rab oldik. Endi eng oxiri pomidorni ashunga to'g'rab olamiz. Ma go'shtni ash kotletninkiga o'xshash qilib olamiz. Go'sht endi bek o'g'ri qilib kesma bo'lmaydi ekan, bek mayli qilib kessa u yiliqi miyi erib chiqib ketib qattiq bo'lib qoldi ekan. Shuning buni shu tanshab qilaman. Endi hamiz tayyor bo'ldi. Endi mani shu o'xshamaganlarni birlashtirib mashanga tizib chiqamiz. Go'shtdan birini o'tirib qo'yib, zucchini, yellow squash, potato, pomidor, tomato, go'sht. Again, yana mana. Mana shuni hammasini mushtaq chiroyli qilib tizib olamiz. Duxovkani 350 gradus qizitamiz. Duxovka silishning oldida ustini mana alyumin qog'oz bilan yem qilib qoplaymiz. Ma 350 gradusda 1 soat mana shunda pishiramiz. Andan keyin 1 soat to'shqanda buni chiqarib, mau alyumin qog'ozni mana shu og'izni ichib etib, yana duxovkaga qayta silib, yana bir 20 minut, 15-20 minut og'iz ochiq, mana shu 350 gradusda yana to'g'izimiz. Na 15 minut to'shdi. Köfte pişti.